Keyingi misolimiz. Quyida berilgan rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, jadvalning F1 katakchasiga ushbu formulasi kiritilgan. Agar shu formula F5 katakchasigacha nusxalansa, F5 katakchadagi natija F3 dan qanchaga farq qiladi? Ya'ni F5dagi katakcha F3dan qanchaga? Eslatma. Argument ajratgichi nuqta virgul bilan berilgan ekan. Argument ajratgichi mana bu yerda. O'sha nuqta virgul bilan berilgan deb bizni eslatyapti. Mana. Bunaqa misollar kelganda nima qilamiz? Birinchi etadigan ishimiz bizni mana F1 katakchasiga yozilgan formulani biz F3 ga ko'chirib bilishimiz kerak. F1 katakchasida bizda nima berilgan? Average A1 dan C3 gacha. Mana bu kataklar blogi berilgan. E, mana shu kataklar blogi berilgan. Average'da mana bunda va sumda ushbu kataklar blogi berilgan. Sumda mana bu kataklarning blogi berilgan. A2 dan B2 gacha. A2 o'zgarmas, e'tibor bering. Mana shu katak blogi berilgan. Ushbu kataklarni biz bitta-bitta pastga tushirishimiz kerak. Qarang. F1 mana F1 pastga tushyapti, F2 bo'lyapti va F3 bo'lyapti. Endi bu yerda A1 nima bo'ladi? A1 ham xuddi shunaqa. Bu F3 bo'lsa, A1 A3 bo'ladi. Formulani F3 katagidagi formulani pastga yozamiz mana. F3 teng bo'ladi. Average qaus ichida A3 2 nuqta C3 ham pastga tushadi. Xuddi shunoq C3, C4, C5 shaklda pastga tushadi. Qo'shilgan round up qaus ichida sum. Bu dollar belgisi berilgani uchun bu qo'zg'almas katakcha hisoblanadi. Buni o'zi yoziladi. Dollar A, dollar 2 va mana bu yerdagi B2 katakchamiz pastga siljiydi. B2 katakchamiz biz pastga siljitsak, B2 katakchamizni o'rnida B2, B3 hamda B4 katakcha paydo bo'ladi. B4 katakchasi qo'yiladi va taqsim 2 nuqta virgul 1. Ya'ni nuqta virgul 1 ham bu roundni argument hisoblanadi. Round upni aytyapti. Round upda virguldan keyin bitta son qolguncha nima degan? Yaxlitla. Ya'ni o'ndan birlar xonasigacha yaxlitla degani bu. Davom etamiz. Endi F5 katagini qo'yaylik. Keyin buni qiymatlarini birin-ketin ishlab chiqamiz. Endi F5 katagini qo'yadigan bo'lsak, F5 katagi qayerda mana? F1, F2, F3, F4, ana F5. F5 bo'ladi. Katakchalar yana o'zgaradi. O'zgarganda endi mana shu A ni o'zini oladigan bo'lsak, nechta ko'chadi? Demak, boshladik. F5 teng bo'ladi average average qaus ichida endi A5 F5 katakchasidagi ushbu qiymat bo'ladi. Ya'ni A5 katakdan tokim bu C 7 katakgacha oladi. A5 dan C7 gacha. S7 katakchasigacha. Mana shu katakchagacha bo'lgan qiymatlarni oladi qo'shilgan. Mana bu yerda A5 mana bu mana. Pastga ham tushadi bu bir. C7 katakchasigacha bo'lgan ma'lumotlarni oladi. Mana bu yerda ham kataklar bor pastda.
Ushbu kataklarni oladi. Round up, round up, qavchida sum. Endi bu A2 dan to'xtab pastga qarab oladi. Dollar A2 to'xtaydi, dollar A, dollar 2 to'xtaydi. Bu umuman qo'zg'almas. Bu shu yerdan tokim B6 katakgacha bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi. B6 katakgacha. Taqsim 2, virgul 1. Endi qiymatlarni topib boshlaymiz. Demak, birinchi keling F3 ning qiymatlarini topaylik. F3 ni emas, shu F5 ning qiymatlarini topib olaylik. Demak, biz olganimizda summankini A2 dan B6 gacha oladi. Mana bu yerda mana qizil bilan uni alohida yozib qo'yapman. Mana qiymatlarni oladi. Buni ham yozdik. Mana bu esa average ning qiymatlari mana. Bo'ldi ishlaymiz. Average A5 dan C7 gacha bo'lsa, qaysi qiymatlar bor? Mana bu yerda mana. Ushbu qiymatlarni qo'shib olamiz. Mana buni mana. 1, 2, 3, 4, 5 ta qiymatni qo'shamiz va 5 ga bo'lamiz. -3 qo'shilgan 4, qo'shilgan 8, qo'shilgan 0 hamda qo'shilgan 4 ekan. -3 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, 1 bo'ladi. 12, 13 bo'ladi mana. 13. 13 ni biz 1, 2, 3, 4, 5 ga bo'lamiz. 13 bo'lingan 5. 13 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 2 marta bo'ladi. 2 butun 30 bo'ladi. 2 butun o'ndan 6 ga teng bo'ladi. Mana bu qiymat kelib chiqdi mana. 2 butun o'ndan 6 ga teng. Bu yerda mana bo'sh kataklar bor. Bu bo'sh kataklar inobatga olinmaydigan bo'layotganimizda. Qaysi kataklarda son bo'lsa, o'sha son bor kataklarni soniga sonni qo'shib chiqamiz va nechta bo'lsa o'shanga bo'lamiz. Bu yerda arifmetik kelib chiqadi. Keyingisi sum. Mana bu sumni topishimiz kerak biz. Sumni mana qizil katakchalar belgilab qo'yganmiz. Ushbu katakchalarni mana qiymatini topib olamiz. Demak, 9. Qarang, buni qiymatini topishni oson usulini aytaman. Shu yerni o'zida biz mana bilan o'chiraylik. Buning qiymatini topdik endi. Kerak emas bizga bu. Mana shu yerni o'zida mana bu bilan buni mana 9 ni uramiz. Kerak emas, qisqarib ketadi. Keyin qolganlarni yozib olamiz. So'ng buni yig'indisini topib olamiz. 2 qo'shilgan 6 ayrilgan 3, yana qo'shilganda, yana qo'shilgan 4, yana qo'shilgan 8 va qo'shilgan 0 ekan. Barobar. Demak, 6 ga 2 ni 8 bo'ladi. 8 dan 3 ketadigan bo'lsa 5 bo'ladi. 5 ga 4 ni qo'shsak 9. 9 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 17 bo'ladi. 17 ni biz 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 8, 8,5 bo'ladi. 8 butun o'nda 5 ga teng. Mana bu yer mana 8 butun o'nda 5 ga teng bo'ldi. Mana 8 butun o'nda 5 ga teng. Endi ikkalasini yig'indisini olamiz. Ikkalasini yig'indisi qo'shadigan bo'lsak 11 butun o'nda 1 bo'ladi. 11 butun o'nda 1 bo'ladi. Mana bu yerda round da 8,5 1 bo'lsa, mana virguldan keyin bitta son qolguncha yaxlitladi 8,5 o'zini oladi bu. 8 butun o'ndan 5 o'zini oladi. Shunga e'tibor qarating. Raundning natijasi shu bo'ladi. Davom etamiz. Demak, bu 11 butun o'nda 1 bo'ldi. Endi yuqoridagi F3 katakdagi qiymatni hisoblaymiz. Hozir bir F5 katakka bu qiymatni yozib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu yerga qiymati 11 butun o'nda 1 bo'ldi. 11 butun o'nda 1. Mana yozdik. Endi keyingi natijaga qaraymiz. F3 ga qiymatini topamiz.
F3 katayda A3dan S5gacha bo'lgan kataklar blok olingan. S5 mana bu yer mana. A3dan S5gacha mana. Mana shu kataklar blok olingan. Ushbu kataklardagi sonlarni, raqamlarni nima qilamiz? Qo'shib chiqamiz. Mana bu yerdan yuqori qismdan qo'shib chiqaylik. 2 oltini qo'shamiz. 2 qo'shilgan 6 qo'shilgan -5 qo'shilgan yana -5 yana qo'shilgan 6 ekan. Yana qo'shamiz -3 ni, yana qo'shamiz 4 ni o'zini. Bo'ldi. Mana bu kataklarda raqamlar yo'q. Raqamlar bo'lmagani uchun kataklarni 0 deb olmaymiz. Shunga e'tibor qarating. Average vazifasi shundan iboratki, mana shu yerda berilgan blokdagi kataklar blogidagi bo'sh bo'lmagan kataklardagi raqamlarning o'rtacha arifmetigini topadi. O'rta arifmetik qiymatini topadi. Xo'sh, bu 5, bu 5, bu 6, bu 4 qisqaradi. Ya'ni 10 qisqarib ketadi. Demak, bu 3, bu 2, -1 bo'ladi. 6 bo'lsa -5, -5 deman, 5 ni o'zi qoladi. 5 bo'ladi natijasi. Shuni qisqartiradigan bo'lsak, haqiqatdan shuni ham hozir bir hisoblab ko'raylik. Shoshma-shoshalik qilmaylik. Bu arifmetikini topadigan bo'lsak, 5. Demak, 5 bo'ladi. Endi biz ushbu 5 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ga bo'lamiz. Biz 5 ni 7 ga bo'ladigan bo'lsak, 0 butun, hozir bo'lib ko'ramiz. 5 bo'lingan 7. 0,71 ekan. Shuni 0,7 deb olsak bo'ladi. Demak, bu 0,7 ga teng bo'ladi. Mana bu qism 0,171 ga, 7 ga teng bo'ladi. Keyin bu qismini topamiz. Sum A2 dan B4 gacha bo'lgan kataklar blogidagi sonlar yig'indisini topamiz va chiqqanini bo'lamiz 2 ga. Bu kataklar blogini olamiz. Qarang. A2 katagi mana shu A2 katagidan boshlaymiz. Toki B4 katakgacha mana. Mana B4 katak. Mana shu kataklar blogi bo'ladi. Shu blokdagi raqamlarni yig'indisini topamiz, sonlarni mana bu bilan bu ketadi. 8 qoladi. 8 ni 2 ga bo'lamiz. Mana bu yerga yozib olaylik. Demak, mana bu. Mana buning ichi mana sum 8 bo'ladi. Buni bo'lamiz 2 ga. Bu ham teng bo'ladi 4 ga. Round 4 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana verguldan keyin bir raqam qoldirdim. Chunki bu yerda o'zi yaxlit 4 ni o'zi bu round 4.1 bo'lganda qiymat 4 ga teng bo'ladi. 4 ga 0,71 qo'shadigan bo'lsak, 4,71. Demak, mana bu F3 katagimizda 4,71 yo 7 desak ham bo'ladi. 71 kerak emas. Mana shu qiymat bor. Endi aytilyapti-ku, bu yerda shu katak natijasi deyapti, shundan qanchaga farq qiladi? Qanchaga farq qiladi deydigan bo'lsa, F5 F3 dan qanchaga farq qiladi degan so'ng ayiramiz. 1,1 dan ayiramiz. 4,7 ni. Demak, ayiradigan bo'lsak, 11 dan 7 ketadigan bo'lsa 4. Bu yerda 0 qoldi. Bitta qarz olib beramiz. 10 dan 4 ketadigan bo'lsa 6. Demak, mana natija chiqdi. 6 butun 10 dan 4 ga nima qiladi? Farq qiladi. 6 butun 10 dan 4
ga ortiq deymizmi? Men shu ortiq desak ham bo'ladi. 6 butun 4 ga ortiq. Ga ortiq deb qo'ysak ham bo'ladi. Javob mana shu bo'ladimi? Xuddi mana shu tarzda topiladi.